Bitta narsaga iymoningiz kuchli bo'lsin. Alloh menga baribir beradi degan narsaga iymoningiz kuchli bo'lsin. Faqat sharti kuchli bo'lsin iymoningiz. Ey Alloh, men sababini qilyapman, qolganini sen berasan bilaman. Shunchasiga bergansan, menga ham berasan. Chunki bu menman deng. Oynaga qarang, qo'llaringizga qarang, yuz-ko'zingizga qarang. Anglang kim ekanligingizni. Bu sizsiz. Mana shu jasadni, mana shu ruhni boshqaryapsiz. Bu siz. Shunday ekan, yo Rabbim, men harakat qilyapman. No, harakat qilmagan taqdirimni ham sen menga berishingga ishonaman deb Robbingizni bitta erkalang, bitta yaxshi ko'rishingizni ayting. Mana shu banda meni quvontirdi deya milliardlarni yog'diradi.